Hozir esa dastlabki ilk mehmonimizni chorlashga biz tayyormiz. Xushovoz xonandamiz aynan xalpachilik yo'nalishi bo'yicha ajoyib taronalarni yurtdoshlarimizga taqdim qilayotgan qolaversa, ajoyib ijodkor deya ayta olamiz. Ularning qo'llaridagi hunarlari juda ham ko'p va biz ularni studiyamizga taklif qilamiz. Xosiyatxon Ahmedovani birgalikda marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. To'y xayrli bo'lsin. Rahmat, birgalikda bo'lsin. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar a'lo. Ob-havo bilan birga. Albatta. Bugun erta tongda mana shu epkinlarni ko'rib, his qilib, mana shu studiyaga tashrifingiz mobaynida baribir kayfiyat yana ham ko'tarilgan bo'lsa jab emas, chunki yuqorida aytib o'tdik, o'tgan haftadagi jaziramadan keyin bugungi ob-havo juda kutilgan bo'ldi, to'g'rimi? Endi qolaversa, bugun mana sizlar bilan ekranimiz orqali xalqimiz bilan yanada dildan suhbat qilib, chiroyli kayfiyat ulashish uchun yangi tongni qarshilaganim uchun bag'ayat xursandman, baxtliman. Xursandmiz. Salomat bo'ling. Keling, joylashib olasiz va biz qiziq suhbatlarga kirishimiz mumkin bo'ladi aziz yurtdoshlar. Taronalarni ham esdan chiqarmaymiz va dastur davomida ularni sizga taqdim etamiz. Yana bir bora xush kelibsiz. Mana stollarimizni bezayotgan qo'l ishlarini ko'ryapmiz hozir ularni va sizdagi hobbilar juda ham ko'p. Biz buni yurtdoshlarimiz ham yaxshi bilishadi va mana shunday chiroyli do'ppilarni, milliy do'ppilarni yaratish borasida, tikish borasida va undan tashqari bizda nafaqat qo'l ishlari, balki shoirlikka ham da'vogar ekanlar. Aynan ijodkorimiz serqirra ijodkor deb aytib o'tsak bo'ladi. Qo'limizdagi kitobga esa bir necha daqiqadan keyin albatta to'xtalamiz. Va keling, ijodda nima yangiliklar, dastlab o'zingiz va qiziqishlaringiz haqida mana biroz bizga belgi berib o'tdingiz. Ana endi esa o'zingizning tilingizdan, zaboningizdan shular haqida eshitsak. Xo'sh, asosiy kasbingiz deya qaysi birini tanlaymiz hozir? Yoki hammasi qiziqishlarmi? Yo'q, muhayyo hamman bittasini deb ayta olmayman. Avvalo ijod qilaman, dillarimdagi bor muhabbatimni, izhorimni qog'ozlarga chop qilaman va shuni sozlarga ulab, xalqimizga ulashib, o'zimcha bir katta bir nima qilaman, kayfiyat olaman. Yana qolaversa, o'zimni dizaynimni yaratishni yaxshi ko'raman. Ko'ylaklarim, mana millicha kiyimlarim, hammasini o'zim tikaman, o'zimni qo'l ishlarim. Qolaversa, hozirgi kunda biz kelin salomlari, qudalarimizni kutib olish marosimlari, beshiklarni kutib olish marosimlariga chiqish davridagi xalqni kayfiyatini his qilgan holatda kecha bir chiroyli bir satrlarni qoralab qo'ydim. Endi buni sozlarga ulab, hali yanada pardoz qilib, kechagi nimam bu, ilhomim bu. Yangi asar eshitamiz. Ha, yangi asar. Endi shuni xalqimizga taqdim qilaman, chiroyli qilib sozlarga ulab. Marhamat. Ana signal berdi, qudalar keldi. İzzat, hurmat qiling, mehmonlar keldi. Har birini allarinda duyunjak gullar, to'yliqlar bilan oltin beshiklar keldi. Qudalarni darrov kutib olinglar, teylarini zar ko'rpacha solinglar. Yaxshi kun, bugun o'ynab kulib qolinglar. To'yliq bilan ina qudalar keldi. Hammangizga to'ylar muborak bo'lg'ay. O'g'il qizdan hammani ko'ngli to'lg'ay. Xosiyatni, sozini o'ynagan qiz gelini yalan ikkidan doğay. Baribir san'at ahlini mana shunday niyatlari yaxshi bo'ladi, tilaklari ezgu bo'ladi va mana shu ezgu tilaklardan yaratilgan qo'shiqlar, taronalar yuraklargacha yetib boradi. Hammani xursand qiladi deb ayta olamiz, to'g'ri emasmi? Albatta, endi mana shu so'zlar ham hammasi o'sha jarayondan olingan. Yaxshi niyatlardan olingan. Yaxshi niyatda yana ortidan bugun kelin nima ro'mol to'y deyshadi bizda. Fotiha to'yi. Fotiha to'yiga borsak, yana oxirida ikkita egizak farzand tilab qo'yapmiz-da. Endi boshqani ham xonadonida yaxshi kun bo'lsin-da, alla to'ylari bo'lsin, yalla to'ylari bo'lsin. Hamisha xalqimizni topgani yaxshi kunga buyursin deya shunday kayfiyatni qog'ozga to'kib, dil izhorlarimni endi o'zi baribir bolalikda har bir insonda orzu bo'ladi. Bolalikdagi orzu nima bo'lgan? Hunarmandchilikmi yoki shoirlikmi yoki aynan mana shu san'atkorlikni orzu qilganmisiz? Aslida bolaligimda rahmatli otam, "Men shu qizimni jurnalist qilaman, men shu qizimni jurnalist qilaman"
degan gapni ko'p qulog'im tagida qolgan. U paytda men o'zim bola bo'lganim uchun uni farqiga bormaganman. Otam shu hislatimni ko'rganmi? Menda shu tug'ma shu qobiliyat borini sezganmi? Lekin endi ba'zi sabablarga ko'ra men shu jurnalistika sohasida o'qiy olmadim. To'g'ri kelmadi. Ana endi baribir tug'ma talant baribir yuzaga chiqadi. Va keling, mana shu kitob haqida ham to'xtaladigan bo'lsak, bu ilk she'riy kitobingiz adashmasak, to'g'rimi? Asosan qaysi mavzularga urg'u qaratgansiz va qachondan beri yozilgan asarlar deya aytsak bo'ladi bularni? Aynan hikoyalarga ham ko'zimiz tushyapti. Hikoyalar eng qizig'i Muxoyaxon Hojatova kuylagan qo'shiqlarini ham hammasi mana shu kitobda mujassam bo'lgan deya aytib o'tdilar. Va jurnalist bo'lmagan bo'lsalarda, lekin kitoblari chiqqan nashrdan. Yana ahamiyat qaratadigan jihatimiz xorazmcha she'rlar. Xorazmcha Shevada yozilgan. Endi avvalo hayot tajribam. Insonni bir institut yo universitet emas, hayot tarbiyalaydi. O'sha olgan hayotdagi saboqlarim, sahifalarim deb to'kkanman. Sadolarim bo'ladigan bo'lsa, she'rlarimni sozlarga ulab ijro qilgan satrlarimni, so'zlarimni sadolarim deb aytganman. Keyinchalik hozir internet orqali ham o'zimni ijtimoiy tarmoqlarda shu yuragimni og'ritgan, yuragimga borib tekkan shu hayotiy saboqlarimni hozir ham ijod qilaman. Qalb sahifalarim deya yozib qo'yaman. Juda yaxshi. Keling, shu ayni paytda biz bir ajoyib tarona tinglasak-a? Aynan ijroingizda menimcha bu kitobdan o'rin olgan. Mana shu kitobda. Qaysi mavzuga to'xtalamiz qo'shiqda? Endi avvalo ishq, muhabbatmi? Insonga bo'lgan, insonga bo'lgan muhabbat haqida Muhabbat haqida boshlasak. Bo'lmasam marhamat.